Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Yadeya obunachilari. Bugun sizlarga Yadeyadan yana bitta eng qulay, eng funksiyalari ko'p modeldan topib qo'ydim. Bu Yadeyani GT60 modeli. Buni sizlarga hozir to'liq, chiroyli obzorini qilib beraman. Boshladik. Birinchi bo'lib bu modelimizni o'z xarakteristikalarini aytib o'taman. Undan keyin qulayliklari va qo'shimchalari, funksiyalarini ham aytib o'taman. Motor quvvati naqd 1500 watt. Tezligi 60 km/soatiga. Ya'ni bu modelimizda turbo rejimi ham bor. Undan tashqari 72 volt 38 amperli grafinli 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Bitta to'liq quvvat bilan 90 dan 120 km gacha masofani bemalol bosib o'tsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu skuterimizni mana qo'shimchalari mana bu bagajida, orqasida kenggina bagaji bor, ko'rishingiz mumkin. O'zini mana bunaqa qoplamalari bilan qoplangan. Mana bu yerda cho'ntaklari va mana bu yerda orqaga qaytarsangiz kalitni mana bunaqa bagajniki bor. Albatta yon oynalarni o'rnatmadik. Yon oynalarni ham ko'rsatib o'taman, bokovoylarini. Chiroyli, qimmat skuterlarni eslatadi. O'zini garantiya daftarchasi va barcha qulayliklari, hamma ma'lumotlari yozilgan daftarcha. Bu modelimizda oldi orqa jidkisli tormoz bilan jihozlangan. O'zini orqaga yurish funksiyasi ham bor. Albatta bu dalniy, blижний, mana bu yerda chiroqlari, bokovoynik hamda signal parkovka rejimi ham bor. Mana bu yerda skorsini almashtirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu modelimizni yana bir qulayligi, eng xavfsiz tarafi desak ham bo'laveradi. Bu modelimiz atrofi aylanasiga duga bilan jihozlangan. Kishiga yetadigan bo'lsa, oyoq qo'ygani mana bunaqa podnoshkalari ham bor. Endi qo'shimcha funksiyalari albatta hammasi bu yerdan yonmaydi. Rekuperatsiyasi bor, ya'ni zaryadni o'ziga qaytaradigan funksiyasi, cruise control bor. Galilot nima deydi? Sirpanchiq yo'llarda o'zini o'nglaydigan, sirpanib ketmaydigan rejimi bor. Balandlikdan pastlikka qarab yurib turganingizda o'zini sekinlab to'xtatadigan rejimi bor. Bularning hammasini albatta Yadeyani o'zini ilovasi bor. O'shanga o'rnatib olgan holda smartfoningizga o'rnatib olasiz va buni ikkovini bir-biriga ulab olsangiz bo'ladi. Shunda hammasini funksiyalarini yoqib, o'chirib boshqarsangiz ham bo'ladi. Bu modelimizni eng yaxshi tarafi mana shu funksiyalari ko'pligida. Narxi ham unaqangi juda qimmat emas. Eng qizig'i aytganimdek turbo rejimlari bor. Aka olib turaylikmi? Bo'ldi. Ehtiyot bo'l. Amaki ancha qulay nima qilar ekanlar? Amaki zo'r minar ekanlar. Bormi? Bu modelimizni kaliti ham boshqacha, boshqa modellarnikiga o'xshamaydi. Bundan tashqari masofadan boshqariluvchi pulti bor. Hozirgi holatda mana bu yerdan oladigan bo'lsangiz mana o'tamaydi. Mana yonmaydi. Buni bosib turadigan bo'lsangiz masofadan boshqariluvchi pulti bo'ldi. Endi mana qarang, ko'rishingiz mumkin, tablo yondi. Tablo ham juda zo'r. Hamma narsani ko'rsatib turadi tabloda. Necha kilometr yurdingiz, qancha zaryadi bor, qaysi funksiyadasiz, qaysi funksiyani yoqdingiz, qaysi funksiyani o'chirdingiz. Mana shu funksiyalari ham bor. Endi buni yana bir narsa, buni 2 marta bosadigan bo'lsangiz bo'ldi. Quplandi, yana faqatgina mana bu bilan o'tatsa bo'ladigan holatga keldi. Yana bir qulayligi, bu skuterimizga programmadan ulanib olganingizdan keyin mana bu ovozlarni, pavorotnik ovozlarini hamda signalizatsiyalarni ovozlarini boshqarib, o'zgartirib, mana shunaqa har xil ovozlarga o'zgartirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu modelimiz ham qolganlari kabi juda baquvvat, mana ko'rishingiz mumkin, oldi tarafi mana bemalol ko'taradi. O'zi ham baquvvat model. Tezligini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. TTF rejimida turibdi hozir. 54 soatiga 54 km tezlikda. Mana bu yerdan shunday o'zgartiradigan bo'lsak, mana soatiga 67 km masofani bosib o'tadigan tezlikka chiqdi. Bu endi ustida odam bo'lganidan keyin menimcha 60 ga keladi, 60 tezlikda bo'ladi. Mana yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizdan ko'p mijozlarimiz kelishganda rekuperatsiya degani bu
pedalli, bunda pedali yo'q, lekin pedalli skuterlarimizda pedalini bosib aylantirib yurganingizda yana zaryad oladimi o'zi deyishyapti. Bu umuman noreal, haqiqatga yaqin keladigan narsa emas. Bu qachon rekuperatsiya ishlaydi? Bu rekuperatsiyani tizimini yoqqaningizda gazni bosib ketyapsiz, o'shanda ham tok olmaydi aylanib turganda. Qo'yib yuborganingizda o'zini tokini orqaga qaytaradi. Undan tashqari holatlarda bu rekuperatsiya bir sehrgarlik, bir qanaqadir sehr san'ati emas. Bu shunchaki uzoqroq yurishingizni ta'minlab beradigan, kilometrlarni sal oshirib beradigan narsa. Rekuperatsiyadan ko'p narsa kutib olmaslik kerak. Lekin qulay narsa. Albatta rekuperatsiyasi bor skuterlar qimmat yuradi, sifatli bo'ladi. Hamma skuterda ham rekuperatsiya bo'la olmaydi. Albatta bu skuterimizda ham boshida aytib o'tganimdek rekuperatsiya tizimi bor, ya'ni zaryadni o'ziga qaytarib ishlab chiqarib beradigan tizimi bor. Lekin bunda pedal yo'q. Pedalni aylantirsangiz zaryad ishlab chiqarmaydi yoki bo'lmasam yurib ketib turganingizda ham havodan zaryad olib o'zini zaryadlab qo'ymaydi. Bu modelimizni narxi $1100. Hoziroq pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahri Gorodda, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu bayroqdan shundoqqina kirganingizda hozir Gorodning yo'llari hamma Gorod deb aytadi bu yerda xalq tilida. Aslida bu yer Istiqlol ko'chasi deyiladi. O'sha Istiqlol ko'chasidan hozirgi kunda bu ko'chani ham, bu yo'l ham to'sib qo'yilgan. Albatta ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Shuning uchun shu yerdan kirganingizda o'ng qo'lda o'zi Yadea Drongo skuterlari keladi. Bemalol agar topolmasangiz manzilimizni pastdagi raqamlarga o'sha aytganimdek aloqaga chiqib so'rab olsangiz ham bo'ladi. Sizni Yadeada kutib qolamiz.